Mana shu gilam sizga. Tekniga like, kommentar yozganlar do'stlar, mana tekinga real olib ketasizlar. Qaramiz 160 mingdan qo'yilgandi, 150 ming so'mdan metri. Qalinligini ko'rsangiz, qalin. Mana 2,5 ga turlarimiz 550 ming so'mdan. Eski partiya emas, bular yangi partiyalar mana. Har 10-xaridorimizga mana shu multivarkadan qo'shib beramiz tekinga. Bu do'stlar. Xaridorimizga Qatarga putyovka, Malayziyaga putyovka qo'shib beramiz. To 50-xaridorimizga kelib xarid qilgan xaridorimizga har bitta xaridorimizga bittadan kovrik qo'shib beramiz. Ana bo'lmasa. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar uchun Grand Plazada super yangilik do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ramiz, like bosib do'stlar. Qarang, like bosib, podpiska bosib, kommentar yozgan do'stlar tekin bilan beraveryapti. Endi esa do'stlar, yangilikni zo'r har doimdek Grand Plazaning podvalida yangi Abu Sahiy masjidi o'tganda yangi mana do'stlar most qurib qo'ydi sizlar uchun. Endi pastga tushganimizda faqat gilamni olish kerak bo'ldi. Hammani omadini bersin, chetda yurgan musofir do'stlarimiz sog' omon bo'lsin. Zo'r gilamni olish hammaga nasib etsin. Bo'lmasa obzorimizni boshlaylik do'stlar. Albatta do'stlar, bomba chegirmalari, chegirman bombasi. Undan tashqari juda ko'p prizlar bor. Hammasi sizlar uchun. Faqat qo'ni qo'shnilar tez tarqatib qo'yinglar do'stlar. Bunaqangi priz o'ylayman ko'pchilik qilib bera olmaydi. Bu yangilikni har kim qilib bermaydi. O'z yangilikni oxir videoni oxirigacha ko'rsalaring, bunga amin bo'lsa do'stlar. Bo'lmasa like bosgan qo'l lazzat ko'rmasin. Obzorimizni Grand Plazadan boshladik. Assalomu alaykum Elbek aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qani endi ma'lumotlar bir bering endi super yangiliklardir. Bunaqangi yangiliklar uncha do'kon qilib bera olmaydi do'stlar. Xullas, aziz obunachi, assalomu alaykum. Xurshid Abzor, TikTok, Toshkent bozori, Instagram va musofirdagi qaddi baland qadrdon opa-singil aka-ukalar. Assalomu alaykum. Hamisha uylar to'y bo'lsin, kasal bo'lmanglar. Cho'ntagilar doim pulga to'la bo'lsin. Yangi kvartiralar olib uy ham, mashina ham olinglar, umra, hajlarga, ziyoratlarga boringlar iloyim. Hamisha sizlarga tilagimiz yaxshi. Qani Elbekadan nima super yangilik? Xullas mana 5 kunlik aksiya e'lon qilamiz 17-apreldan 21-aprelgacha. Ya'ni ertadan payshanba kundan boshlanadi, dushanba kuni kechgacha. Shoshilinglar. Eng asosiy sovrinlarimiz bilan tanishtiramiz. Har 10-xaridorimizga mana shu multivarkadan qo'shib beramiz tekinga. Bu do'stlar. Tekinga. Undan tashqari 50-xaridorimizga bitta kirish mashina. Kirish mashinasi do'stlar, aytdim-ku. 100-xaridorimizga Tailandga putyovka, 150-xaridorimizga Qatarga putyovka, 200-xaridorimizga Misrga putyovka va 250-xaridorimizga Malayziyaga putyovka qo'shib beramiz. Ana, boriga baraka do'stlar. Undan tashqari birinchidan to 50-xaridorimizga kelib xarid qilgan xaridorimizga har bitta xaridorimizga bittadan kovrik qo'shib beramiz. Ana bo'lmasa tekinga gilamchi. Tekinga hozir gilamni ham e'lon qilamiz, xudo xohlasa. Undan tashqari mana hozir so'chin mana 1 milliondan oshiq xarid qilganlarni mana yozib boramiz mana. Mana 10-xaridormi? Mana shu bittama-bitta kelgan xaridorlarga yozib boramizda 10-xaridor keldimi mana beramiz qo'shib tekinga. Bu yerda tanish bilishlik yo'q, shoshilinglar. Xullas undan tashqari mana misol uchun 10 milliondan oshiq xarid qilgan xaridorlarga ham bonuslarimiz bor. Chiroyli bonuslarimiz bor. Shoshilinglar. Faqat uyda o'tirganda foydasi yo'q. Sizlardan harakat, bizdan sovrinlar, sovg'alar. Gap yo'q Elbek aka. Qani? Keyin mana o'tgan gal va'da qilganimizda mana ikkita odamga gilam va'da qilgandik. Ko'p like yiqqan obunachiga. Xullas qarang. 104 ta kommentariy yozilgan ekan. Shundan mana bitta opamiz Komila Pardayeva 110 ta like yiqqan ekan. Mana 110 ta like. Mana Komila opa, Komila Pardayeva. Mana shu gilam sizga. Tekniga like, kommentar yozganlar do'stlar, mana tekinga real olib ketasizlar. Bo'lmasa bosqichdan tez yozib tashlang do'stlar. Gilamlarga. Komila Pardayeva. Tez yoz. Nechta gilam Elbek aka? Nechta gilam? Ikkita gilam va'da qilganmiz. Yana bitta gilam do'stlar. Xo'p. Ikkinchisi mana 106 ta like yiqqan ekan. Imona Arziqulova. Opamiz singilmisiz? Mana shu gilam sizga. Imona Arziqulova 106 ta like yiqqan ekan. Ana. Allohim faqat omad tilayman. Alloh barakangizni bersin.
Gap yo'q. Mana Imona Arziqulova. Kelib mana shu gilamimizni olib ketishingiz mumkin. Do'stlar, sizlar ham shu like bosib, podpiska bosib, chiroyli izohlovchi texnik gilam ketasizlar. Qiyin emas do'stlar. Faqat shart bajaringlar. Adresh kerak bo'lmaydi do'stlar, aktiv. Xullas, narxlar bilan tanishtiramiz. Narxlar bilan tanishtiramiz. Mana shu 80 talik daroshkalar o'tgan gal 100 mingdan deb qo'yilgandi. 90 mingdan metri. 90 ming do'stlar, mana. 90 ming so'mdan. Hammasidan bor. Xo'p, mana 1 metrliklar 140 mingdan qo'yilgandi. 110 mingdan metri. Boriga baraka. Xo'p, mana 120 taliklarimiz 160 mingdan qo'yilgandi. 150 ming so'mdan metri. Qalinligini ko'rasizlar do'stlar, qalin. Mana. Xo'p, 1,5 liklarimiz 180 mingdan qo'yilgandi o'tgan aksiyada. 170 ming so'mdan metri. Shoshilinglar. 2 liklarimiz metri 230 mingdan qo'yilgandi. 220 ming so'mdan. Ana. Gap yo'q. Gap yo'q. Undan tashqari yana bu yoqda yana boshqa daroshkalarimiz bor. Mana gilamlar qarang do'stlar. Aqllardan bor, ko'rsa. Mana gada qancha keldi. Xo'p, mana daroshkalarimiz. Mana. Mana do'stlar. Bular ham skidkaga tushgan. Mana qalin daroshkalarimizni ko'rsatgan. Kattasi daroshkalardan Elbek aka. Mana daroshkalar, mana shular. Metri, mana shularning metri 150 ming so'mdan. Ana barakasimiz qiziq ko'rinadi do'stlar. Orasi Skidkada mana. Mana 250 mingdan sotamiz Elbek aka. 250 300 ming. Bular 350 mingdan sotilgan. 350 mingdan sotilgan. Xo'p, mana 1 metrliklari, mana 1 metrliklar. Mana shular ham ichida kirib ketadi. Metri 200 ming so'mdan. 350 mingdan 200 ming qo'yarmiz. 200 mingdan metri. Do'stlar. Xo'p, mana 120 liklarimiz, mana 120 liklarimiz. Bu ham narxlari juda baland bular o'zi. Skidkada 250 ming so'mdan. 250 ming do'stlar. Doim qilib olsak bo'ldi. Xo'p, mana 1,5 liklarimiz, mana 1,5 liklarimiz. Aha. 1,5 liklarimiz 300 mingdan metri. 300 mingdan. Shoshiling, faqat sizlar uchun. Endi gilamlar bilan tanishtiramiz. Qani. Xo'p. Gilam palaslarimiz mana 2,5 ga 3,5 lar 350 ming so'mdan. 350 mingdan. Ko'rinadi do'stlar. Shoshilinglar mana. 350 ming so'mdan mana shu turishi gilam palas. 2,5 ga 3,5 lar. Qarashib olinglar. Xo'p, 3 ga to'rlarimiz, gilam palas 3 ga to'rlarimiz mana 500 ming so'mdan. Mana shu turishi 500 ming so'mdan. 500 ming so'mdan. Och. 2 ga 3larimiz mana. Och. 350 mingdan mana. Och. 350 ming so'mdan mana turishi. 2,5 ga 3,5 bu 2 ga 3larim 350 ming so'mdan. 2,5 ga 3,5larimiz mana 500 ming so'mdan. Mana shu turishi 500 ming so'mdan. Och. Mana 500 ming so'mdan. Och. Serob Elbek. Tegi serob. 2,5 ga 2,5 ga to'rlarimiz 550 ming so'mdan. Hal hammasi oldida do'stlar. Podbeshkada bo'lmang, ketasizlar. Sayohatga gilam olib 2,5 ga 5larimiz mana 750 ming so'mdan. Mana shular 750 ming so'm turishi. Bu gilam palas emas, mana 750 ming so'mdan. 3 ga to'rlarimiz och. 3 ga to'rlarimiz mana 700 ming so'mdan. Och. 3 ga to'rlarimiz mana 700 ming so'mdan. 3 ga 5 mi bu? 850 ming so'mdan 3 ga 5larimiz. Gulidan bor Mana do'stlar. och. Xo'p, bu nechi? 3 ga 6larimiz 1 million 150 ming so'mdan. Mana turishi. 1 million 150 ming so'mdan. Och. 3 ga 7 midi? Sayohatga ketasizlar Xo'p. do'stlar. 3 ga 7larimiz mana 1 million 350 ming so'mdan. 1 million 350 ming so'mdan. Keyin mana qalin gilamlar boshlanadi. 2,5 ga 3,5larimiz. Qalin gilam ko'pchilik so'ragan. Mana do'stlar, qalin gilamni ham teng yarim narxga tushirib qo'ygan. Mana shokildalik qalin gilamlar mana. Narxlar zo'r mana. 1 million so'mdan. Mana turishi 1 million so'mdan mana. Barakasini bersin. Eski partiya emas, bular yangi partiyalar mana. Xo'p, 2,5 ga to'rlarimiz mana 1 million 300 ming so'mdan. Och. 1 million 300 ming so'mdan. Keyin 3 ga to'rlarimiz. Och. 1 million 700 ming so'mdan. Och. 1 million 700 ming so'mdan 3 ga 5larimiz mana bular 2 million so'mdan. Hammasilar uchun do'stlar. Mana 3 ga 5larimiz 2 million so'mdan. Shoshilinglar. Hech kimni quruq qo'ymaymiz. Har bitta xarid qilgan xaridorga sovg'alar qo'shib beramiz. Qo'limizdan kelgancha. Ertadan payshanbadan dushanba kuni kechgacha 5 kun. Shoshilinglar. 17-apreldan 21-aprelgacha. Ish vaqtimiz ertalab soat 8 dan kechqurun 8 gacha.
Gilam do'konida sizlarni kutib qolamiz do'stlar. Aktiv bo'lamiz. Mana Tekinga ketasizlar, xudo xolasa Tekin like pattikani bosib, Tekin harakat qilinglar. Sizlarni mana misol uchun Tailandga, Qatarga, Misrga, Malayziyaga jo'natsak chin yurakdan xursand bo'lamiz. Ana do'stlar. Kimgadir foydamiz tekkanimizda xursand bo'lamiz. Toshkent bozori deb qo'ysalar do'stlar, biz xursandmiz. Shu yangiliklar. Shu. Hamma adreslar bilan tanishtirgansan. Adreslar, ha. U siqas chiqib ketdi, adres tanishtirib do'stlar. Hamma robat yangi obuna bo'lganlarga bilish kerak-ku. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar do'stlar.